Shuning uchun men boryapman. Eski topshiriq uchun pulni bering. Lekin siz hali beri ma'lumotlarni bermadingiz. Lekin sizga pullarni ma'lumotsiz ham beraman. Xo'y, o'zidan bo'tni kim yasayapti? Bas qil, jahling chiqmasin. Qolganini esa unga ber. Nima? Siz bitta o'zingiz ketasizmi? Ruhoniychi? Damini o'rsan. Goblinlar qotili. Sizga topshiriq berishdimi? Ha. Goblinlar yo'q qilish. Bo'lmasa men hozir keyin chiqaman. Yo'q. Men bitta o'zim boraman. Qanaqasiga? Iltimos, hal qilishingizdan oldin men bilan maslahatlashing. Maslahatlashyapman. Nima? Shu sizni maslahatlashganingizmi? Ha, harakat qilaman. Agar siz tanlashga bermasangiz, fakt bilan yuzma-yuz qilib qo'yasiz. Yo'q. Men siz bilan birga boraman. Axir sizni bitta o'zingizni qoldirish mumkin emas. Bilganingni qil. Ha, albatta. Bu bolaga qaraganda hatto biz uchalamizni onsora tushunsa bo'ladi. Juda qiziq bola ekan. Agar o'zim yordam so'rab keyin bormasam, keyin ajdodlarimni ko'zga qaramayman. Umuman tushunarsiz va juda ham sirli odam, to'g'rimi? Men axir shunaqa odamni uchratish uchun o'zim o'rmonimdan ketdimmi yo tavba? Sen o'ylamadingmi o'zingdan kattalarga hurmat qilish kerakligini? Nimaga sizlar sayohatchilar bo'lgili keldi? Yotib olib bo'kkuncha ish uchun. Bo'ldi pishdi. Sanchi uzun quloq. Men tashqari dunyoni ko'ringandi. Juda shirin chiqdi. Savol berganingdan keyin eshit. Yo'q, qanidan juda xursandman. Bu yana qanaqa go'sht bo'ldimi ekan? Bu balchiqli hayvon. Balchiqli? Sizlar elflar quyonlarga o'xshab sabzavotli yeb yurasizlar. Sizlar bizani tushunolmaysizlar. Namuncha shirin. Agar xohlasangiz shora berishim mumkin. Kattakon rahmat. Namuncha mazali bo'lmasa. Men esa maxluqlarni yo'q qilib, pog'onamni ko'tarib ajdarho bo'lmoqchiman. Shuning uchun men sayohatchi bo'ldim. Tushunarli. Men esa Biz sen nima xohlashingni bilamiz, shuning uchun gapirishing shart emas. Menimcha men senga rahmat deyishim kerak. Elflarning nonishtasi. Men u bilan bo'lishmashim kerak, lekin sen uchun bo'lishaman. Juda shirin. Yoqqanidan xursandman. Men seni ovqating bilan bellashib ko'ra qolaman. Olovli vino dvorflarning yer osti shaharida qilingan. Olovli vino? Hay uzun quloqli. Sen nima bir marta spirtli ichimlik ichmaganmisan? Sen nima bala yosh bolamisan? Hoy, kulishni bas qil. Men ichganman. Tuzimsiz? Mana suv. Hoy, soqol kesuvchi, sen ham ichib ko'r. Voy, sen sho'rkansan u. Ya tavba, nimaga ovqat yeyotganingda ham sen o'zingni zirhini yechmaysan? Agar birdaniga hujum qilib qolib boshim turib qolsa, hushimdan ketib qolishim mumkin. Uni nigohi oyna deb olib qo'ygan. Ovqat yeyishni bas qilganda sen ham bironta ovqat bizga ber. Qaranglar, o'ylam qoldi. Sen tushunmaysanmi? Mana bu bo'ladimi? Bu yana nima? Pishloq. Echkini yoki sigir ustini ochitib, pishloq pishirishadi. Ha, kaltakasi, sen nima? Pishloq haqida eshitmaganmisan? Bizani shaharlarda hayvonlarga ov qilishadi. Ularni parvarishlab boqishmaydi. Ber bu yoqqa, men o'zim kesib beraman. Aha, bu juda ham zo'r pishloq-ku. Masaligini.
Ichimlik bilan juda zo'r ketarkan. Menga juda yoqdi, juda mazali ekan. Siz buni ana fermadan oldingizmi? Ha, Juda mazali ekan. tushunarli. Tegma. Bu xavfli. Mana tigi ko'rmoqchidim xolos. Kerak emas, u xavfli. Bu axir eski yozuvli arxiv, to'g'rimi? Hech qachon ko'rmaganman. Yo'qotilgan eski jodu. U bo'yicha hamma jodularni shunaqa arxivlarga solish mumkin. Odamlar aytishi bo'yicha yosh bola ham bemalol arxiv ochish bilan ishlata olakan. To'g'ri, lekin ular bir marta ishlatiladigan va ularning ichida 1000 ta jodudan bittasi bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunaqa arxivlarni ko'pincha eski tushkilarni yoqtiradigan va bilimdonlarga sotishadi. Men ozgincha eski arxivlar bilan yordam berganman. Bo'lmasam unda qanaqa joduligini ayta qolgan. Yo'q. Agar goblinlar soni to'lishsa, savoliga hammasini berishim mumkin. Gap eshit. Sen axir meni yomon ko'rsan, to'g'rimi? Men hammaga bir xil munosabatdaman. Uchun quloq, bu harakatlaring befoyda. U hatto mendan ham o'jarroq. Axir soqol kesuvchi. Orkbolg. Goblinlar qotili. Menga ham gapirishga beringlar. Men goblinlar qotiliman. Bas qilinglar. Bas qilinglar. Meni bitta narsa qiziqtiryapti. Goblinlar qattan paydo bo'lishadi. Bizga goblinlar uzoqdan kelishadi deyshadi. Bizga aytishuvdiki, agar xato qilsang, bu dunyoda yana bitta goblin paydo bo'lishadi deb. Nima? Endi xato qilmaslik uchun gapda. Agar xato qilsang, goblin paydo bo'ladi. Ya tavba, agar nigohimizni qulog'i uzundan uzsa, bu yerda goblinlar armiyasi paydo bo'ladi. Yomonam qo'polsan-de. Ertaga men senga kamondan qanaqa zo'r otishimni ko'rsataman. Ya tavba, qo'rqib ketganimni siyib qo'ydim. Men esa Men eshitishim bo'yicha ular oydan kelishgan. Oydan? Ana osmonda uchib turganlardan bittasidanmi? To'g'ri. Yashilidan. Goblinlar o'sha yashil oydan kelishar ekan. Demak, yerga quladigan yulduzlar goblinlarmi? Bilmadim. Lekin oyda suv ham, o't ham, daraxt ham yo'q. Faqatgina jar bilan tog'ga to'lgan joylar. Goblinlar esa boshqa narsani istashyapti. Ular hasad qilayotganidan shuning uchun bu yoqqa tushishadi. Gap shundaki, kimgadir hasad qilsang, o'zing ham goblinga aylanasan. Sizga bu narsani kim aytgan? Opacham. Sizda demak opachingiz bormi? Ha. Bo'lgan. Demak, sen rostdan ham goblinlar oydan kelishiga ishonasanmi? Har holda menimcha opacham meni bir marta ham xato qilmagan. Menimcha uxlab qopti. Demak, olovli vino ta'sir qildi-da. Aytgancha, u axir juda ham ko'p ichib qo'ydi. Biz ham uxlashimiz kerak. Agar uxlamasak, kuchimizni qolmay qolishi mumkin. Kelishgan holda qorovullaymiz. Xo'sh, kira qolinglar. Biz uydamiz. Qaytaveringlar. Va bugun ham Iltimos faqatgina teg'ish. ovozini o'chir. Sen qayerga o'tsan o'zi?
olg'a. Davomi albatta bo'ladi. Hozirgacha esa tarjimon LD, timing shot, ovoz berdi Zobot. Faqatgina Telegramdagi Ani Bulatova kanali uchun e'tiboringizga katta rahmat.置き忘れてきたやつと